Kilogramda 2006 yil tug'ilgan sportchi. MMA sport turi bilan bir necha yildan beri mashg'ulot qilib bordi. MMA sport turi bo'yicha O'zbekiston chempioni, sport ustaligining nomzod, professionallik, ikkita jang, ikkita g'alaba, Vodiy Legion sport klubi sportchisi Farg'ona o'g'loni Sherdor Qobiljonov shogirdi Ozodbek Nuraliyev. Kilogramda ko'k burchakda Mirzohid Boymirzayev shogirdi Oqbo'ra sport klubi sportchisi Farg'ona o'g'loni ko'k burchakda Javohir To'jiyev. Birinchi raund. Tayyorgarlik ko'rsin Habibullayev Azbek qizil burchak, Muhammad Aliyev Ali Zamin ko'k burchak. Çekke gel. Çıkıyorlar ya. Nereye koyuyorlar ya pa kamera bana. Posvel abi. Sportchilar o'rtaga ushbu qiziqarli o'tgan jangimizda hakamlarning bir ovoz
Qizil bo'yicha sportchimiz Ozodbek Nuraliyev, Legion Farg'ona. When will you niggas learn to get crunk?